kuni biz minglab ovozlar tinglaymiz va bularning ichida birinchisi har doim ham assalomu alaykum bo'lmaydi. Pulim nega yuvib qoldi? Assalomu alaykum, mening ismim Banu. Aslida hisobingizdagi mablag' sababsiz yechilmaydi. Buning har doim sababi bor va men 1 daqiqa ichida buni qanday hal qilishni ko'rsataman. Hurmatli mijoz, hozir raqamingizni tekshirib o'taman. Iltimos, aloqada qoling. Ko'p hollarda hisobdagi mablag' quyidagi sabablarga ko'ra yechiladi: ulangan xizmat yoki obuna uchun, tarif yoki xizmatning avtomatik tarzda cho'zilishi, megabayt bo'lmagan holatda internet ishlashi. Hisobingizdagi mablag' yechilganligi sababini aniqladim. Odamlar ko'pincha hisobidagi mablag' o'z-o'zidan yo'qoldi deb o'ylaydi. Aslida esa mablag' qayerga sarflanganini bilishmaydi. Endi tushundim. Rahmat sizga. Aslida siz o'zingiz bizning Hambi ilovamiz orqali barcha xarajatlarni ko'rishingiz va aniqlashtirishingiz mumkin. Lekin biz har doim siz bilan aloqadamiz. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, mening ismim Banu.